Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilarimiz, bizni do'stlarimiz. Biz hozir Profmedservis yurak markazi klinikasidamiz. Bu yerni bizni studiyamizdan. Bugun bizda juda katta bu kunlarda juda yaxshi xabarlar bor. Sizlar bilan biz buni paylaşmoqchi edik. Bizga Amerika Qo'shma Shtatlaridan Sasha Krayev kardioxirurg, juda tajribali kardioxirurg bizga tashrif buyurganlar. O'ng tarafingizda Muslim Husnuddinovich Mustayev. Bular bizni o'zbek bo'lmasiga qarab, bular Velika Britaniyada, Londonda yashaydilar, ishlaydilar. Ular Britaniyaning eng katta kardioxirurgiya markazida olib boryaptilar. Bu yerda Rahim Erkinovich, endi bular juda yaxshi taniysizlar bularni. Bizani eng asosiy anesteziolog reanimatologimiz yurak markazining va men Islom Sharipov kardioxirurg yurak markazidan. Hozir qisqacha o'zimizga yana ozgina ma'lumot olsak o'zimizning mehmonlarimizdan. Assalomu alaykum. Mani ismim Muslim Mustayev. Men O'zbekistonda ta'lim olganman. 2000-yilda Toshmini tugatib, keyin magistratura, keyin kardioxirurgiyaga treningga kirib, grudnaya xirurgiya markazida Vohidov markazida ta'lim olib, keyin PhD diplomini olib, keyin xorijga chiqib ketgan edim. Har xil turli xil mamlakatlarda ishlardim kardioxirurgiya sohasida. Avstraliya, Hindiston, Velika Britaniya, Buyuk Britaniyada hozir oxirgi 10 yil ichida faoliyat olib boryapman. Asosan kardioxirurgiyani artal ham aorta koronar shuntlash operatsiyalarini bajarib, o'zimni portfolio deganda o'zimni mustaqil operatsiya soni 1000 ga kelib qolgan, hamda assistensiya soniga kelganda 3000 ta assistensiya kompleks murakkab operatsiyalarda hamda yurak hamda o'pka o'tkazish operatsiyalarida assistensiya qilib kelganman. Спасибо большое. Меня зовут доктор Александр Краев. Я приехал навестить моих друзей здесь, в Узбекистане, но я вырос и работаю как хирург 13 лет в штате Монтана. В большом госпитале называется Billings Clinic. Bizlar Islom Mamatxonovich birga necha yillardan beri mana shu Muslim Mustayev birga hammamiz o'qiganmiz. Vohidov klinikasi bitirganimizdan keyin butun dunyoni aylanib ketib, mana hozir O'zbekistonda shu yangi ishlarni, yangi standartlarni qo'llamoqchimiz. Anesteziolog reanimatologman, kardioreanimatolog. Chetda davlatlarda ishlab kelganmiz. Endi mana ko'p bizning sahifalarga ahamiyat bersangiz, ko'p minimal invaziv kardioxirurgiyadan bahs etib kelamiz. Bu oxirgi dunyodagi trendlardan bittasi desak bo'ladi. Ya'ni shu yo'nalishda rivojlanib kelyapti hozirgi fan va texnika kardioxirurgiya deydigan bo'lsak. Shu borada biz yurak markazida ham juda katta nima deymiz, aktivnost bizda bor. Shu sohada juda katta qiziqish va bu juda katta bunda faoliyat bor. Va biz uchun dunyoda kim shu sohada shu bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, bu bizlar uchun juda qiziq va birinchi o'chirda biz shu sohada ishlaydigan odamlarni O'zbekistonga olib kelib, ular bilan tajriba almashish deb o'zimizga maqsad qo'yganmiz va dunyodagi mana shu eng katta know-howlarni birinchi bo'lib O'zbekistonga olib kirib, klinik amaliyotga nima deymiz, kiritish, bu bizning asosiy maqsadimiz. Yurak markazidagi ham bizning hozirgi glavniy filosofiyamiz mana shu. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqanda bizning qadrli mehmonlarimizni chet eldan, ya'ni bular bittasi Amerika Qo'shma Shtatlari, bittalari Buyuk Britaniyadan, bular ham kardioxirurgiya sohasida juda oldinga ketgan, juda rivojlangan mamlakat hisoblanadi va biz uchun bu mana shu tajribalari juda qiziq edi. Birgalikda mana bir hafta bo'ldik birga, почти неделю целую здесь мы, да? Мы почти 3 недели. Да. С вами неделю. Да. Оперировали. И operatsiya vaqtlarida mana yangi mana shu bu narsa faqat shu amaliyot bajarilayotganda bu narsalarni ko'rsa, bu kitobda yozilmaydi.
statiyalarda bunaqa narsalar bo'lmaydi. Bu faqat bir odam bir mutaxassisdan ikkinchi mutaxassisga o'tishi mumkin bo'lgan, faqat shu amaliyot davrida bo'ladigan, o'tishi mumkin bo'lgan informatsiya bo'ladi. Bularni surgical tricks, tips deymiz. Mana shu narsalarni o'rganish uchun biz mana shu ikkita katta mutaxassisni O'zbekistonga taklif qilgandik. Mana shu bir hafta ichida, amaliyot ichida mana Muslim Xuddinchi bilan oyoqdagi mana biz aorta koronal shuntash amaliyoti deymiz. Oyoqdan tomirlarni yurakka ko'chirish amaliyotlari. Ana shu katta kesishni o'rniga kichkina kesib, juda minimal travma bilan va juda kichkina kesish orqali shu tomirlarni chiqazish uslubini bizni klinikamizga nima qildik, kiritdik, praktikamizga kiritdik. Bu juda biz uchun nima deydi, bir quvonarli bir hodisa bo'ldi. Mana bu juda bu uchun bu yana bir bitta tepaga qadam bosqich. Sasha Krayev bizlarga o'sha bular ham juda shu o'zini markazida endoskopik, ya'ni video torakoskop, kichkina televizor orqali operatsiya qilish usullarini bilan shug'ullanadi. Ularni markazida robot orqali yurakda amaliyot qilish yo'llari ham bor. Shuning uchun shu yo'llarda bizning markazda mana shu kichkina qovurg'a orasiga kichkina kesish, endoskopicheskiy operatsiyalar deymiz. Shunaqa operatsiyalar bilan o'tkazish texnikalarida ancha bir-birimizdan tajriba almashib oldik. Bugun endi biz uchun afsuski oxirgi kun bu mana shu hozirgi missiya, mana hozir planlar qilib o'tiribmiz kelajak uchun. Keyingi yana bir marta mana shuni yana ham kengroq bir sostavda deymiz, O'zbekistonda uchrashib, yana ham bir yangi katta proyektlarni boshlaymiz deb rejalashtirib o'tirgandik. Вопрос такой, в последние годы, и в мире, и в том числе в Узбекистане отмечается увеличение числа заболеваний, сердечных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний. С чем вы связываете, по вашему мнению, какая ситуация у вас в стране? И с чем это связано, и какие меры принимаются для того, чтобы это снизить? Вот такой вопрос. Много разных факторов. Первый фактор то, что люди живут дольше. Здравоохранение лучше, люди живут дольше, поэтому больше времени развивать проблемы. Второй фактор, людей больше. Как раз сейчас поколение, которое родилось после Второй мировой войны, сейчас как раз подходит к возрасту, когда проблемы сердца. Это много людей, много поколений. Третье, пациенты и доктора стали лучше, и они знают, какие проблемы, как их чувствовать, как их смотреть, то, что они приходят к доктору раньше, и проблемы находятся раньше, и лечение больше у нас есть, так что получается больше пациентов. O'sha aytib o'tganlar omillardan biri aholimiz ayniqsa Yevropa mamlakatlarida qariyib boryapti. O'shaning uchun ko'p yurak patologiyalari rivojlanmoqda hamda diagnostika usullari juda ham yaxshi rivojlanmoqda. Bu masalan yurak kasalliklari Yevropa mamlakatlarida birinchi o'rinda turibdi. Mortality degani o'sha hamma o'lim sabablaridan birinchi bo'lib turibdi. O'shaning uchun diagnostika ayniqsa ahamiyatga ega hamda ayniqsa внимание nima degani? Ko'p diqqat jalb tortmoqda. Shulardan albatta Yevropa mamlakatlarida hamda bu O'zbekiston Markaziy Osiyoga ham yetib kelyapti. Shu omillar hamda shu jarayonda turmush tarzimiz o'zgargan hozirgi vaqtda. Hamma narsa bor, обилие deymiz, do'sti bor, ovqat ko'p yeyishlik, shu sog'lom turmush tarzini ko'p qo'llanilmayotgani ham
biz o'zimizda o'zbeklarda mahalliy anaqani oladigan bo'lsak, yurak kasalliklarining ko'payishiga olib kelyapti. Odamlar o'ziga e'tibor qilmaydi, faqat ish, stress, katta stress bo'lishi ham yurakka ta'sir qiladi. Kam uyqu, internet, keyin ishda katta nagruzkalar olish, keyin hayot tezlashyapti-da hozir, hayot jadallashyapti. Har kun informatsiya oladi odam. O'sha narsalarni ko'paygani ham mana shu butun dunyoda, nafaqat O'zbekistonda, bu narsa уже butun dunyoda ham yurak kasalliklari birinchi o'ringa chiqayotganiga olib keladi deb o'ylayman. Да, в Узбекистане тоже мы можем учитывать, обратить внимание, что да, генетика, к сожалению, да, мы ее изменить не можем, но есть много факторов, которые как бы иногда способствуют проявлению генов, иногда они не способствуют, но как модифицировать. Да, но у нас отмечается последние годы стремительное как бы увеличение, усиление экономики. Люди больше зарабатывают, имеют возможности больше потреблять продуктов. Ну и плюс современные продукты, они тоже действительно очень, это как мы называем, ультрафаст процесс, да, то есть очень много в них процент переработанной пищи, полуфабрикатов. И вот этот атрибут, да, современной цивилизации, что все меньше и меньше натуральных продуктов, все больше и больше переработанных продуктов, и, к сожалению, они очень вредно влияют, да, для нынешнего поколения, нашего населения. И самый главный фактор — это невероятно динамичная жизнь, стрессы, недосыпы, стресс и плюс малоподвижный образ жизни. К сожалению, пока у нас культуры активного как бы образа жизни, да, еще не утвердилась. Мы начали очень много потреблять, но пока что как бы культура здорового образа жизни, спортивного образа жизни, да, этого пока еще не успевает. Поэтому у нас вот растет число людей с избыточным весом, с сахарным диабетом, ну и сопутствующими метаболическими синдромами и, естественно, и сердечно-сосудистыми заболеваниями, к сожалению. Такой просто такой вопрос тоже интересует наше население, да, вот когда человек с сердечным заболеванием обращается в клинику, когда у него показания к просто лечению таблетками, да, медикаментозной терапии, когда там другие методы, стенты или операцию надо делать, да, вот так коротко. И как это вот организовано у вас, как организовано это в Британии, и как это у нас, мы потом расскажем в Узбекистане. Начинается с того, что это проблема более хроническая или проблема более острая. А если острая проблема, в основном люди идут прямо в госпиталь. Есть система госпиталей, где входишь и делают анализы, и сразу в госпиталь, и если что надо делать, то сразу делается. Но если проблема более хроническая, тогда идешь сначала к терапевту, он делает анализы, тесты. Если сердце, посылает к кардиологу, кардиологу делает больше тестов, анализом. И если находят проблему анатомическую, проблему, то, что блокада артерий или плохой клапан, тогда уже посылает хирургу или кардиологу, который делает все stentами такими. Judayam o'rinli savol, chunki Buyuk Britaniyaga kelganimizda hamma bemorlar National Health Service, bu natsionalная sistema здравоохранения tariqasida davo olishadi. U degani bu davlat butunlay ta'minlab beradi. Ammo lekin hammaga ham byudjet, moddiy страховка deymiz, insurance hammaga yetib qolmasligi mumkin. O'shaning uchun NHS, National Health Service prioritizatsiya qilmoqda. Bu degani preventive medicine, profilaktik meditsinaga qarab qadam qo'yadi hamda kasallikni oldini olish uchun. Bu bir. Ikkinchi tomoni, qachon jarrohlikka bemor tavsiya qilinadi. Bu juda ham bir paytlar juda ham murakkab savol bo'lib qoladi, chunki hattoki boshlang'ich darajada ham xirurgik
kasallik bo'lib bilanim hali boshlang'ich stadiyalarda dori bilan davolasa bo'ladi, ammo lekin bizani guidelineslarimizga ko'ra biz ish tutamiz. Masalan, klapan, yurak klapanlari shikastlangan bo'lsa, ularni ma'lum bir miqdorda shikastlanishi kuzatilishi kerak va ularga tavsiya qilamiz. Undan tashqari, masalan, yurakdagi og'riqlar, angina deymiz, bu stenokardiya bizada, masalan, hammaga ham biz shundoq birdaniga operatsiya tavsiya qilmaymiz. Bizani ishlayotgan guidelineslarimiz bor. O'sha guidelineslarga qarab biz tavsiya qilamiz, kimga operatsiya, kimga stent, kimga davolanish. Yurak ishemik kasalligi, ishemическая болезнь сердца. Bu yerda asosiy nima deymiz, qaror qabul qilinadigan yo'llardan bittasi, usullardan bittasi asos bu koronarografiya. Zolotoy standart deymiz, yuragini qon tomirlarini o'rganib chiqiladi. Ana shu o'zgarishiga qarab, joylashishiga qarab, tarqalishiga qarab, qancha ko'p, qancha shunisiga qarab 3 ta yo'l ochiladi koronarografiyadan keyin. Bittasi bu dori-darmon bilan davolaymiz, medikamentoz terapiya deymiz. Ikkinchisi bu stent qo'yish, uchinchisi bu xirurgik ochiq amaliyot, yangi yurakka qon ko'chirish operatsiyasi. Bular hammasi mana Muslim Qusinch aytgandek guidelineslar bor. Asosan bu asosan bular Severna Amerikadan, Yevropadan chiqqan guidelineslar. Bu dunyo как бы baza hisoblanadi. Shuni asosida ko'p markazlar, davlatlar ham hattoki o'zini faoliyat yurgizadi. Shu guidelines, ya'ni asosida bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa bu dori-darmon, bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa bunga stent tavsiya etiladi, bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa operatsiya qilish kerak deb chiqib keladi va buni hammasini tagida hard team deymiz. Hard team deganda yurak jamoasi. U yerda faqat shu bitta xirurgni o'zi hammasi hal qilmaydi. U yerda xirurg bor, kardiolog bor, terapevt bor, intervension kardiolog deymiz, stent qo'yadigan angioxirurg bor. Shular jamoaviy bitta konsilium qilib har qaysi holatda har qaysi bemorni individual holatiga kelib chiqib, shunga qarab ana qilib etiladi. Nima deydi? Bir tavsiya beriladi. Guidelineslarga qaraydigan bo'lsak, o'sha European Society Cardiology O'rta Osiyo territoriyasi qizil rangda. Qip-qizil rangda. Значит, u nas kasalliklar eng ko'p tarqalgan O'zbekistonda. Guidelineslar asosida ishlab, baribir xudo xolisa o'ylaymanki, keyinchalik o'zimizni o'sha guidelineslar asosida o'zimizni milliy guidelineslar yaratishimiz kerak, chunki bizda kasalliklar ko'proq uchraydi. Hozir yosh yigitlarda yurak kasalliklari juda ko'p uchrayapti. Boyagi energetiklar va hayot tarzi, turmush tarzi. Shuning uchun Amerikada, Angliyada koronarografiya qilinmaydigan joyda bizda Islom Mamatxonovich aytgandek koronarografiyaga ko'ra ko'proq, tezroq qildiramiz, chunki bu patsientlarda haqiqatan oddiy yuribdi, guidelines bo'yicha uncha tortmayapti, lekin bir ikkita simptomlari bor, koronarografiya qilamiz, srazu kasallik kelib chiqadi. Shuning uchun biz bo'lib agressivroq bo'lamiz. Shuning uchun nega bunday qiladi desa, bu bekorga emas. Men aytib o'tishim mumkin. Qisman negaki masalan Yevropa, Amerika mamlakatlarida diagnostika haddan tashqari yaxshi. Odamlar juda erta murojaat qilishadi, mutaxassisga borishadi, ularni doktorga ko'rinishim kerak degan hol keladi, holiga fikr keladi, ular murojaat qiladi, chunki ular bilishadi, ularni man o'sha diagnostika bo'lmagan kasallik bilan yurib, uzoq yurib bo'lgan bo'lsam, ertaga indin mana infarkt bo'lib qolishi mumkin. Men uni oldini olgani yaxshi deb o'sha odamlar, aholi bilib turadi shu narsani. Shuning uchun Amerika, Yevropa mamlakatlarida juda ham diagnostika oldindan ketgan, oldindan borib olgan hamda o'shani coverage deymiz, покрытие diagnostika juda ham keng. Men shuni deb bilaman. Bitta juda ham muhim omil. Саша, тут вопрос был такой, как чем отличается, да, вот диагностика
в наших странах и в ваших странах, за счет чего, как бы, ну, очень много иногда видим тяжелые случаи, иногда видим как бы очень молодых пациентов. За счет чего это, ваше мнение? Я думаю, в Америке, конечно, технология немного повыше. То, что у нас есть и разные рентгены, разные ультразвуки, которые уже дают картину в 3 дименсиях, так что поставить диагноз легче. Я думаю, в основном из-за этого лечение здесь в Узбекистане очень хорошее, но здесь диагностика надо еще на уровне. Tibbiy savodxonlik asosiy muammo shundaki, ya'ni odam operatsiyaga deb to'satdan kelib qolmaydi. Operatsiyaga hozir biz aorta koronar shuntlash bajarayotgan bemorlarimizni tegidagi o'sha ateroskleroz deymiz, tegidagi kasallik kamida 10-15 yil avval boshlangan bo'ladi. 10-15 yildan kamida 10-15 yildan beri rivojlanib kelayotgan muammo. Какой-то birinchi skrytniy simptomlari bo'ladi, malazametniy simptomlar bo'ladi. Faqat uni jiddiy bu professional doktor surishtirib qilganda chiqib qolishi mumkin yoki kontrolni check-up deymiz, proverka EKG yoki ultrazvuk boshqa obsedni qilayotganlarda chiqib kelishi mumkin bu narsa. Lekin odam shu vaqtida doktorga bir marta ham bormagan, ko'p holda eshitamiz mana. Men deydi 70 yoshga kirdim, bir marta ham doktorga bormaganman hayotim ichida, boshqa qilib menga kelib to'satdan menga operatsiya davosizlar deydi. 70 yildan beri, o'sha kamida 50 yildan beri kasallik rivojlanib kelgan, sekin-sekin ateroskleroz rivojlangan, o'shalar kelgan, bekorga hozirda operatsiya holatiga kelib qolmaydi. Mana Musim Husaynov ham aytgandek, odamlar agar masalan hozir 40 yoshdan keyin hamma har 6 oy check-up o'tish kerak deymiz. Hozir endi bizni hayotimiz, turmush tarzini oladigan bo'lsak, o'sha 30 yoshdan keyin bu narsani o'sha boshlash kerak. Check-up deymiz, kamida yiliga 2 marta kardiolog, stomatolog, urolog, anaqalar mutaxassislardan o'tib turish kerak. Proverkalar ana shu paytda shu narsa chiqib keladi. Agar kasallik endi boshlanayotgan davrda tuta bilsak, buni operatsiyagacha yetkazmasdan balkim o'sha turmush tarzini o'zgartirib, tabletka o'sha nima deydi, lecheniyalar qilib, boshqa qilib, o'shani imkon boricha operatsiyaga yetkazmaydigan bir holatga balkim olib kelish mumkindir. No, bunaqa qilib kelib turgan davrda endi o'sha operatsiya ko'rsatma bo'lsa, bu yagona faqat hayotni saqlab qoladigan usul bu. Ko'p holda bizda shunaqa bo'ladi. Mana ham juda bir qiziq savol bor. Mana aytaylik, standart operatsiyada aorta koronar shuntlash amaliyotini olaylik, Rahmat Kench. Eng yosh patsient necha yoshda AKШ amaliyot qildinglar? Самый молодой пациент, которому выполнили аорта коронарное шунтирование, возраст. Который я делал? Да. Ну, вообще вы видели в своей практике? Для меня, наверное, 36. 36. Musim Husaynovich? O'tgan hafta 35 yashar Osiyoda Hindistonlik fuqarosini Angliyada, Buyuk Britaniyada biz 35 yashar operatsiya qilganman. Bizda 28 yosh bemorni operatsiya qilganmiz. Endi genetik muammolari ham bo'lgan, lekin уже shu 28 yoshda уже ожирение bor edi, metabolический sindrom, сахарный диабет, и плюс biza yana 4 ta shunt tikkanmiz. Шунака 28 лет был наш самый молодой пациент, кому мы выполнили по поводу многососудистого поражения, с ожирением, с метаболическим синдромом, сахарным диабетом. Выполнили вот самый наш молодой пациент. Bu yana ham bir marta bizni mana shu muammoni juda nima deydi, dolzarbligini ko'rsatadi va bu narsaga shu eng kichkina yoshdan nima deydi, shu hayot tarzimizni o'zgartirib, bo'lib aktivroq bo'lib, sport bilan shug'ullanib, o'zini ovqatiga, dietasiga qarab yuradigan bo'lsak, ancha menimcha kasalliklarni kech chiqib keladigan qilsak bo'ladi. Endi bizda ko'p boyaga aytganimizdek, siz aytgandek, odamlarni bo'li aktiv hayoti va internetda bo'layotgan doktorlarning harakati ham u xalqqa bir yordam berishda, o'sha informatsiyani beramiz biz. U faqat shu o'zimizni ko'rsatish uchun emas, yo'q. Shu qancha patsientlar yaxshi bo'lsa, xalqimiz nima desam, ko'proq umr ko'rsa, biz xursand bo'lamiz. Chunki ko'pchilik o'ziga qaramaydi bizni. Mana shu masalada biz sal orqadamiz. Доктор Муслим aytgan gaplari to'g'ri, islamovotganicha mutasaddi. Вопрос такой, ну то, что вот нас интересует, в
чем как бы преимущество мини-инвазивных операций, В чем разница? разница Минимально инвазивная от обычной. обычной. И, допустим, вот вы здесь в Узбекистане уже, 3 недели, да, уже находитесь. Может быть, здесь родился, вырос. Нужно ли сейчас для этого выезжать за границу? Для получения таких операций. Вот. Да не надо, здесь же хорошие хирурги, прекрасные. И самое главное то, что мини-инвазивная операция, то, что травмы и стресса для тела меньше. Я как говорю пациентам, вы хотели, чтобы вам ножом столько разрезали или столько? Из столько вылиться быстрее. И поэтому чем меньше дырки, чем меньше разрезы, тем легче больному реабилитация и все можно делать раньше, и восстанавливаешься быстрее, и поэтому это большое преимущество. И уже в Узбекистане вы делаете и в прекрасном уровне даже. Во многих центрах, да, у нас есть мини-инвазивные программы. И это прогресс идет уже по всему миру, потому что пациентам это помогает очень хорошо. Biza keyingi yillarda juda ham ko'p bahs ketyapti. Nima minimal invaziv aslida nima? U kichkina kesimmi yoki yurak o'pka apparatini ishlatmaslik? Hozirgi fikr minimal yondashish deymiz. Minimal kesim orqali yurak o'pka mashinani ham ishlatilmagan holda bu asli minimal invaziv hisoblanadi. Ammo lekin minimal yondashish deydigan bo'lsak, biz juda ham ko'p narsalarni fikr tutamiz. Kichkina kesimlar, oldindan, yondan, bular hammasi biz aytamiz minimal yondashish operatsiyalar. Minimal access. Minimal access surgery. Из малых доступов, да? Да. Minimal invaziv o'pka yurak mashinani ishlatmaslik tariqasidan biz albatta uni ayta olmaymiz. Ammo lekin shunaqa bahslar ketyapti akademik adabiyotlarda. Hozirgi fikr bu minimal yondashish, minimal access surgery, bu qabul qilingan atama. Yurak o'pka mashina deganingizda endi ko'proq bizda uni sun'iy qon aylantirish apparati deb bilishadi. AIK, apparat AIK, даже bir xil odamlar AIK deb bilishadi uni. К сожалению, операция все равно же травма. Travma, да, И да. чем меньше травму делаешь, тем легче. Да, Еще да. помогает анестезия, анестезиологи Да. тоже добавляют то, что человеку легче, намного легче. Doktor Muslim aytganda mini invaziv chet el adabiyotlari aytilishi bo'yicha bizlar qilayotgan ofpam это есть mini инвазив, даже он вот самый Да. mini инвазивная Да. операция получается. Aorta koronar shuntash amaliyotini sun'iy qon aylantirish apparati ishlatmagan holda, ya'ni ishlab turgan yurakda deymiz. Patsient tezroq uyg'onadi, tezroq reanimatsiyadan chiqib ketadi. O'sha holatlar off-pump agar ekspert qo'lida bajarilsa, siz aytgandek, bizlarni ishimiz yengillashishi o'sha haqiqiy mini invazivniy operatsiya bo'lyapti. Yengillashtiryapti. Ahvolni tezroq normal holatga qaytadi. Qisqacha aniq aytadigan bo'lsak, minimal invaziv va oddiy operatsiyani farqi faqat kesishda emas, shu ya'ni sun'iy qon aylantirish apparatini ishlatmaslikda yo imkon boricha uni nima deydi, qisqa muddatda yoki shadiyachiy rejimda ishlatish yo'llari va ana shu kichkina kesish, katta to'rtsekni kesmasdan qovurg'alar orasidagi o'ng chap tarafdagi har xil tarafdan operatsiya qilsa bo'ladi. Asosiy farqi nimada? Bemorlarni reabilitatsiya davri qisqaradi. Eng asosiy shu, oddiy standartni deymiz, to'rtsuyak kesib operatsiya qilinadigan bo'lsa, bemor o'rtacha 3 oyda ishga chiqadi. 1 yilgacha taxminan qo'l bilan bog'liq shtanga ko'tarish, patyagini deymiz, sport qila olmaydi. По крайней мере, ishga chiqa oladi 3 oydan keyin. Minimal invaziv operatsiyadan keyin taxminan o'rtacha qaraydigan bo'lsak, literaturada yoki mana bizning o'tkazgan bemorlarda taxminan bir 3 haftadan keyin ishga chiqa oladi.
hozirgi odamlarning asosiy muammosi vaqti yo'q kasal bo'lishga. Doktorga kelsa ham juda katta talablar bilan kelishadi. Ya'ni menga operatsiya qilish kerak, lekin men nima deydi? Mana shuncha vaqtim bor, shu vaqt ichida qilib, men уже hech narsa bo'lmaganda yana qaytib ishga chiqib kelishim kerak deb talab qo'yadi. Bu ham biz uchun nima deydi, bir stimul. Va mana shu odamlardan kelayotgan talabga biz ham moslashib, mana shu minimal invaziv protokollarni kirgizyapmiz o'zimizni klinik praktikamizga deymiz. Va undan tashqari mana Rahim Erkinovich anesteziolog reanimatsiyaning rahbarlari ERAS protokollar deymiz, nima deydi, uni qisqacha aytganda early recovery surgery. Bemorlarni nima deydi, juda tez reabilitatsiya davrini qisqartirib oyoqqa turg'izib normal hayotga qaytarish protokollar. Bu faqat xirurgik texnika emas, balkim anesteziolog reanimatolog ham ko'p narsa bog'liq. Endi bu komandная работа. Ikkita komanda yaxshi ishlasa, endi buni anesteziolog o'zi hal qilmaydi va kardioxirurg bu protokollar hamma biladi. Protokollar asosida komandaning konsensusi hisobga olinib, keyin patsient ertaroq ekstubatsiya qilinyapti bizda o'zimizda. Agar hamma tomonidan yaxshi bajarilsa operatsiya, asoratlari kamaytirish uchun tezroq даже operatsion stolda ekstubatsiya qilamiz. Doktor Krayev bilan bu haqda gaplashuvdik. Да, Саша, мы как раз между этими по минимально-инвазивным затронули ERAS Fast Track протоколы. Вы можете что-нибудь добавить по этим вот? То, что мы делаем здесь. ERAS, я не знаю, знает ли ERAS, это Expedited Recovery After Surgery. Может перевести? Экспедированная реабилитация после хирургии. Это стоит из двух моментов. То, что хирург помогает человеку, телу легче, и анестезиолог помогает телу, человеку легче. И в Америке идут все протоколы, мы сейчас как раз развиваем, и я очень рад был увидеть, что здесь эти протоколы уже встают, уже используются, так что даже быстрее, чем в Америке, здесь эта адаптация идет. Asosiy narsa bu yerda shu operatsiyadan keyin bemorni maksimal qisqa davrda normal hayotga qaytarish kerak. Bemor o'zi nafas olishi kerak, es hushda bo'lishi kerak, nafasi bo'lishi kerak, o'zi olishi kerak, tez oyog'iga turishi kerak. Qancha shu davr qisqa bo'lsa, shuncha tez tiklanadi. Mana masalan bizning markazda uzog'i bilan o'rtacha 1-2 soat ichida apparatdan bemorlar uziladi, nafas olishadi, reanimatsiyadan ventilyatsiya. Ba'zan bemorlar уже amaliyotxonada amaliyot oxiriga borib uyg'onishadi, уже operatsion stolda ekstubatsiya qilamiz, ya'ni apparatdan o'chirib, уже es hushida o'zi nafas olgan holda reanimatsiyaga o'tadi. Uzoq bilan bir kundan oshmaydi. Reanimatsiyada ertasi kuni uzoq bilan bemor bo'limda 5-6 soat уже oyoqqa turg'izib, imkon boricha harakat qildirishga, nima deydi, yurishga harakat qilamiz. Musim Husaynov, sizning bir qanday tajribangiz bormi shunaqa? Rahmat. Savolingiz uchun rahmat. Biz markaziy gospital bo'lib turib, St. Thomas Hospital London markazida joylashgan bo'lib, biz pioner hisoblanamiz. Shu birinchi bor ERAS programmani, dasturini biz qo'lga kiritdik o'tgan yildan boshlab vaqtli ekstubatsiya, vaqtli mobilizatsiya, operatsiyadan keyin 3-4 soatdan keyin bemor o'zi stulda o'tirib gaplashib nafas oladi hamda naychali, u drenaj naychali yurak atrofidagi butun qonni drenaj qilib turib, keyingi ertalab kuni olib tashlanadi. Hamda boshqa attachment deymiz, hamma kateterlar, hamma kateterlar qo'llaridan, bo'yinlardan hamma 1-2 kunda olib tashlanadi. Hamda bemor 4-5 kun ichida uyga qaytadi. Shu bizada muvaffaqiyatli программа biz qo'lga kiritdik. Цель одна — помочь пациенту. Да. Но, как говорится у нас,
искусство долго, жизнь короткая. Поэтому чем больше обмена, тем лучше, помогает Да. и нам, и всем. Да. А в среднем на какие сутки после операции, вот коронарного шунтирования, пациенты вот в Америке в среднем уходят домой? Да, было, конечно, то, что 2 дня был в интенсивной реанимации, потом еще 5 дней в госпитале, примерно неделю. Сейчас уже 1 день в интенсивной реанимации, следующий день уже нормально реанимацию, и день 4-5 уже домой. Muhsin Huseynovich, xuddi shunaqa xuddi shunaqa. bizada ham xuddi shunaqa 4-5 4 kun judayam fast track deyiladi. Judayam tezkor yo'llanma bo'yicha. Juda zanita anaqa odamlar uchun-da, Ha, juda ham juda vaqt kam ishlaydiganlar Ayniqsa yoshlar, oldingi kasalliklar ko'p bo'lmagan, masalan buyrak kasalligiga duch kelmaganlar, hamma ko'rsatkichlar yaxshi, optimal bo'lgan zahotida, hamma qon tahlillari normaga kelgan zahotda biz albatta vipiska yoki shu kasalxonadan chiqarish tavsiya beramiz. Yana bir qisqacha qo'shimcha qilib o'tib ketmoqchi edim. Bu juda действительно bu muhim narsa. Mana buni reabilitatsiya deymiz. Reabilitatsiya ya'ni amaliyotdan keyin tiklanish. No, preabilitatsiya degan yana narsa bor. Preabilitatsiya bu hozir oxirgi mana shu trendlardan bittasi. Bemorni amaliyotdan oldin 1-2 hafta oldin qiladigan ishlarimiz ham bor. Dihательная gimnastika deymiz, o'pkasini trenirovka qildiramiz, muskullarini azmini trenirovka qildiramiz. Qanaqadir ham kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa, diabet, boshqa analizlarda muammo bo'ladigan bo'lsa, hammasi to'g'rilaymiz. Ya'ni qancha bemor qanchalik saqlangan holda, analizlari yaxshi bo'lib, qancha yaxshi holda amaliyotga kirsa, shuncha u osonroq o'tadi va shuncha tezroq tiklanadi. Shuning uchun operatsiyadan oldingi davr ham juda ham muhim. Ba'zan shunaqa holatlar bo'ladi, kelishadi, amaliyot qilishimiz kerak. Mani hozir shu vaqtim kamroq edi, shu ertaga tezroq qilib bera olmaysizlarmi, boshqa deydi, lekin analizlari boshqadan qarab chiqsak, tayyor emas bemor. Asorat bo'lishi imkoniyati kattaroq, tiklanish sal cho'zilib ketishiga. Bu holatda ba'zan mana shunaqa tushunmovchilik bo'lib qoladi. Imkon boricha shularni tushunishga harakat qilamiz. Bu o'yinchoq narsa emas, yurak birinchidan amaliyot, operatsiya qilish. Shuning uchun bunga qancha jiddiy tayyorgarlik qilib kirsak, shuncha yaxshi natija bo'ladi, yengil kechadi va operatsiyaning xavf-xatarlari kam bo'ladi. Hozirgi kunda masalan, bu meni fikrim, masalan, yurak muammosi bo'yicha chet elga chiqish hech ehtiyoj yo'q. Hamma amaliyotlar deyarli O'zbekistonda hozir bajarilib kelmoqda va natijalari shu o'rta dunyo уровеньda deymiz, средний мировой уровеньda hammasi o'sha уровеньda turibdi. Bunaqa juda katta bir farq yo'q. Muhsin Huseynovich, как вы думаете насчет Есть ли необходимость в медицинском туризме сейчас для вот жителей O'zbekistona? Juda ham qiziq savolki, chunki meditsinskiy turizm, u medical tourism deymiz, hamma davlatlar foyda oladi, benefit oladi. Shu narsa ko'p mamlakatlarda o'ta rivojlangan. Mani fikrimcha, O'zbekiston nahotki o'zini bemorlarni, aholisini tashqariga, xorijga jo'natmasdan turib, hattoki bemorlarni turli mamlakatlardan jalb qilish shart. Chunki resurslari bor. O'zbekistonda mana hozir private care deymiz, bu xususiylashtirilgan klinikalar, gospitallar ochilmoqda. Men keyingi 10 yil vaqt mobaynida kuzatib turibmanki, juda ham keskin progress kuzatildi. Rivojlanish hamda juda ham olg'a surildi. Standartlari hattoki Yevropa, Amerikaga to'g'ri keladigan standartlarga. Shuning uchun men hech qanday shubham yo'q, O'zbekiston kardioxirurgiyasi hozirgi zamonda juda ham rivojlangan. Albatta, kimdirni tanish bilishlari bo'lishi mumkin xorijda, Rossiyada, Hindistonda, kimdadir ma'lum bir gaplashilgan dogovor bo'lishi mumkin. Ularga albatta hech qanaqa
turtki yo'q, bemalol Yevropaga, Isroilga, Amerikalarga borib kelishadi. Ammo lekin hozirgi mani shaxsiy fikrim, O'zbekiston kardioxirurgiyaga kelganimizda juda ham yuqori saviyaga kelib qoldi. Va hattoki biz endi ilgari bu yerdan O'zbekistondan juda ko'p odam chetga chiqqan bo'lsa, hozir menimcha mana hozir juda ancha harakat bo'lyapti. O'zbekistonni shu meditsinskiy hubga aylantirish, ya'ni endi atrofdagi davlatlardan bemorlarni O'zbekistonga jalb qilib, bu yerda nima edi, ularga medik yordam berish. Начал добавить то, что туризм вообще в Америке почти нету. Медицинского туризма. Почти нету. Зачем туризм нужен, если как что-то в стране нет, тогда надо ехать в другую. Но здесь в Узбекистане все развивается, то, что уже все здесь есть. И туризм это сложно финансово, потому что больше денег стоит, надо семья еще, чтобы в гостинице, еще что-то. Во-вторых, все-таки ты становишься чужой человек в чужой стране, душа и тело вместе, так что где душе легче, там и реанимация легче. Плюс еще семья, твой дом, семья с тобой смотрит, молится, это все помогает. То, что когда туризм, то уже в другой стране, в другой среде, это уже становится сложнее. А третье, это если затруднения какие-то есть, то дома уже твой доктор тебя знает, твой доктор тебя любит, поможет быстрее и меньше будет проблем. А тот, который в какой-то стране, даже вы уехали, уже все забыл. Да, я поставил это видео, видели, это клапан митральный, лечится через камеру, так что все видно на камере. И то, что разрез маленький, только разрез, чтобы вошел камера. И во-вторых, хирургу тоже легче, потому что теперь все видно, хорошо видно, оптика очень хорошая, видно клапаны, все прямо перед тобой, и можно больше детально, все нюансы очень хорошо видно, так что это помогает хирургу, помогает пациенту, и получается результаты из-за этого лучше. Я уже много на это научных работал. Так что получается в основном открытие, чтобы qovurg'a orasidagi kesish bu hozir rasmda katta bo'lib ko'rinib turibdi. Taxminan mana shunday 3-4 santimetr orqali kesish. Это пациенту нужно было заменять клапан, так что должна быть доступ, чтобы клапан вошел. Bu hali ham tajribalarda kattaroq, anaqa nimagacha yurak ichiga katta klapan qo'yish kerak edi. Shuning uchun sal katta kesish uchun majbur bo'lgan. Odatda mana endoskopichskiy operatsiya deymiz, agar bizni do'stlarimiz uchun kichkina sharh o'tib ketaman. Mana bu narsa kamera. Shu kamera orqali yurakni va ichkarida bo'layotgan narsalarni, ya'ni ko'zlab qarashga xirurg ko'ra olmaydi. Shu kamera orqali, ya'ni katta televizorga 8-kratni zoom deymiz-da, 8 barobar kattalashtirilgan kartinka orqali yurak ichidagi mana shunday boyaga, можем еще раз поставить этот клапан? Ну это здесь слишком. У меня есть фотография, получается, когда вот этот клапан с раком дальше рука ставится, потому что прям получается вот такого размера, прямо только чтобы клапан вошел. Да. Но если не надо клапан заменять, тогда еще меньше. Можем вернуться на вот этот видео. Предыдущую презентацию с минимальным клапаном. Это видео, да. Предыдущее видео, да. Разные инструменты. Mana bu hozir yurakning ichida, mana bu ko'krak qafasining ichida bo'layotgan narsa, mana bu instrument 3 mmlik instrument. Shunaqa kichkina narsani hozir mana qarang, 8 barobar kattaytirilgan kartinka orqali operatsiya qilganda bu точность operatsiya deymiz-ku, juda oshadi. Ya'ni eng mayda narsalarni anonda katta qilib ko'rasiz kamerada va ana shu juda kichkina strukturalarda juda точный operatsiya qilish imkoniyatini beradi. Juda puxta. Да. Puxtalik. Сейчас показывали. Если опять перейти вперед. Без проблем сейчас в Узбекистане проблема ревматического клапана. Mana bu mitral klapan, hozir ko'rayotganimiz. Mana shu mitral klapanda hozir amaliyot ketyapti. Mitral klapan
Mana bu yerda qanaqa katta qilib ko'ryapmiz ekranda. Xirurg mana xuddi shunday qilib katta qilib ko'rib, mana 3 millimetrlik kichkina instrumentni ishlayaptilar. Mitral klapan taxminan mana shunday bir diametrda 3 sm chiqsa agar, mana shunday strukturani katta увеличениеda juda точный qilib operatsiya va ana shu operatsiya qilingan joyi ham mana to'sh suyak katta kesish emas, balkim mana shu qovurg'a orasi kichkina 3 см kesish orqali bo'layotgan narsalar. Стараемся всегда сохранить клапан, но Да. когда ревматически это не получается, потому что слишком много проблемы с этим клапаном, надо что-то заменять. Так что сначала вырезается разные чепы разного размера клапана, нужно, чтобы размер подошел, и после того, как размер подходится, тогда новый клапан зашивается. Mana bu sun'iy klapan qo'yish jarayoni bu hozir. Mitral klapan o'zi shikastlangan, revmatizm sabab bilan shikastlangan mitral klapan olib kesib olib tashlandi. O'rniga mana oq ko'rayotganingiz sun'iy mexanik protez, klapan protezi qo'yilmoqda. Mana bu shunaqa yurakning ichidagi katta operatsiyalarni mana shunaqa kichkina kesish orqali bu juda yuqori texnologiya, yuqori saviyadagi texnologiyalar, 3D, 3D texnologiya kerak. Mana shunaqa endoskop spesial bu narsani bizni markazda ham bu operatsiyalar yo'lga qo'yilgan. Biz ham mana shunaqa amaliyotlarni hozir O'zbekistonda bajarib kelmoqdamiz. Пациенту показать 3D условия, потому что нужны специальные очки. Да. Но это тоже типичное, вот. И потом сердце закрывается. Это операция 30 минут. Операция 30 минут. И на третий день он уже может домой уходить. На третий иногда. день уже, да. Настолько быстро они восстанавливаются после таких операций. Всё. Часть изменяет клапан на 30 минут, на все общее час-полтора. Если начинаешь рано утром, уже быстро можно. Да. Уже к обеду, уже Да. труба достается, уже человек Да. сидит. Tasha akamizni anaqalar juda nima deydi, grafik juda plotniy. Hozir yana dальше мероприятиялari bor. Shunga bularga endi bo'lmasa bugunga yakunlasak. Hurmatli do'stlar, bugungi mana podkastimizni yakunlamoqdamiz. Agar sizga qanaqadir ham savollar yaxshi tushuntira olmagan bo'lsak, agar qandaydir ham savollar paydo bo'lgan bo'lsa, bemalol kommentda bizga savollaringizni yozib yuborishingiz mumkin. Biz ularni imkon qadar tez 1-2 kun ichida javob berishga harakat qilamiz shu yerning o'zida, yoki balkim bir keyingi podkastlarimizni ana shu sizni qiziqtirgan temaga bag'ishlab alohida yana balkim bitta передача qilamiz. Bu orada bizga tashrif buyurgan mehmonlarimiz, aziz mehmonlarimizga katta rahmat, minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Большое спасибо за то, что Да, спасибо за приехали в Узбекистан, не пожалели своего времени. Дважды по неделе побывали в нашем центре, за то, что обменялись опытом, за приятные моменты общения, обмена опытом. Мусим Хузневич, большое спасибо за то, что тоже не пожалели своего времени. Прилетели, несмотря на свой график, в Узбекистан и помогли наладить еще одну мини-инвазивную процедуру в нашей клинике. Один, но самый такой, как бы, на ваш взгляд, важный совет для пациента, ну, для людей, чтобы они, как бы, не приходили к нам как пациенты, да, чтобы они были оставались здоровыми. Shaxsiy nuqtai nazarimdan kasallikni oldini olish afzalroq. O'shaning uchun doktorlarga, tibbiy xodimlarga, professionallarga vaqtli hamda o'z vaqtida murojaat qilishi men tavsiya qilgan bo'lardim. Bu endi juda ham yangi fikr emas, ammo lekin bu juda ham muhim. Да, прекрасная здесь experience. Многие вещи у меня мирозвук как-то раскрывается, так что это очень прекрасно. И для пациентов самое главное не бояться, технология идет, и хорошие доктора за всем следит. Я всегда говорю, придумайте, 10 лет назад таких телефонов еще не было. Да. А сейчас, как сейчас вообще идет технология, то же самое в медицине. Не как Да. очень быстро, но все равно скорость улучшается. Да.
И поэтому не надо думать, как было 10 лет назад, уже все по-другому. Kam yeyish kerak. Kamroq ovqatlanish kerak. Kechasi 6dan keyin ovqatlanmassin. Kechqurun 6dan keyin ovqatlanish masalan. Kamroq yeyish kerak. Ko'p harakatda bo'lish kerak. Asosiy bu mana o'tgan 2 hafta ilgari professor Fogt keldi Shveysariyadan esingizda bo'lsa, 69 yoshda odam kuniga 1,5 soat kamida trenirovka qiladi sport zalida har kuni. Eng asosiy va hozir eng nima deydi, dokazanli narsa isbotlangan, bu hayotni cho'zadigan va hayotni sifatli qiladigan va yoshingiz katta bo'lganga qaramasdan aktiv yashash imkoniyatini beradigan yagona narsa bu sport. Shuning uchun imkon boricha hozir imkoniyatlar ko'p. Hamma rayonda, har qaysi ko'chada deyarli sport klubi bor va odam o'zi hatto uyda ham ertalab shunday bir kichkina bir xonada ham, даже balkonda ham nima deydi, sport bilan shug'ullansa bo'ladi. Samglani ana shu aktiv hayot, turmush tarzi deymiz. Shunaqani olib borish kerak.